Ma'lumki, har bir tashrif doirasida barcha sohalarda ikki tomonlama va manfaatli shartnomalar imzolanishi ko'zda tutiladi va ushbu sohalar ichida ta'lim tizimi uchun ham yaxshi yangiliklar bo'lishi shubhasiz. Xorijning nufuzli oliygohlarda ta'lim olish esa ko'plarning orzu istagi albatta. O'z o'rnida rivojlangan mamlakatlarning universitetlarida tahsil olish bu nafaqat sifatli bilim, balki keng dunyoqarash, xalqaro tajriba va professional o'sish uchun kuchli zamin demakdir. Hozirda Amerikaning eng nufuzli universitetida tahsil olayotgan hamyurtimiz bilan muxbirimiz suhbatlashdi. Qiz bolaga o'qishni kim qo'yibdi? Undan ko'ra ro'zg'or tutishni o'rgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha bilim olishga haqli. Xotin-qizlarning tahsili esa avvalo o'zlari uchun, so'ngra jamiyat rivojiga foyda bo'lib xizmat qiladi. Sababi o'qigan ona farzandlarining bilim olishiga ham mas'uliyat bilan yondashadi. Oldinda ikkita yo'l bor edi, yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Qahramonimiz esa o'zi istaganini tanladi. Gulqimar Jaxsilikova 2005-yil 4-aprelda Nukusda tug'ilgan. Amerikadagi Stony Brook universiteti talabasi. O'zbek, qoraqalpoq, ingliz tillarida erkin muloqot qila oladi. Yozish va mutolaa uning hobbisi. Oilasida 5 nafar qizning o'rtanchasi bo'lgan Gulqimar harakatchanligi tufayli bugun dunyoning eng nufuzli universitetlaridan birida tahsil oladi. 2023-yilda Qoraqalpog'istondagi Ibroyim Yusupov nomidagi ijod maktabini tamomlaganidan so'ng qahramonimiz Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetiga grant asosida o'qishga qabul qilingan. Birinchi kursligida esa El-yurt umidi stipendiyasi sovrindori bo'lib, Amerikada tahsil olish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Chet elda o'qish orzusi bolaligimda paydo bo'lgan, lekin 10-sinf paytimda El-yurt umidi fondi haqida eshitganimdan keyin bunga jiddiy tayyorgarlik ko'rishni boshlaganman. Chet el universitetlariga va El-yurt umidi tanlovlariga yana topshirganman va oxiri El-yurt umidi stipendiyasi bo'lganman. Amerikaga birinchi borganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa? Albatta, o'qishga boshida kelgan paytlarimda ingliz tilida aytganda culture shock bo'lgan. Nimagaki bu yerdagi atmosfera va o'qish tizimi, odamlar barchasi meni hayron qoldirgan. Amerikaning ta'lim tizimi O'zbekistonnikidan nimasi bilan farq qiladi? Bu yerdagi o'qish, ya'ni fanlarni o'tilishi, umumiy qilib aytganda ta'lim tizimi O'zbekistondagi universitetlardagi ta'lim tizimidan juda ham farq qiladi. Misol qilib aytadigan bo'lsam, bu yerda fanlarni, professorlarni, darslarimizni, vaqtlarimizni o'zimizni xohishimizga qarab tanlab o'zimiz qo'yamiz. Hattoki magistrlar bilan ham birga o'qishimiz mumkin. Qo'shimcha til sifatida nemis tilini o'rganayotgan Gulqimar o'z oldiga ko'plab maqsadlar qo'ygan. Shu o'qishimni bitirib qaytgandan keyin o'zimni soham, ya'ni jurnalistika sohani rivojlantirmoqchiman. Yana bitta maqsadim bu o'zim singari eng chekka qishloqdagi yoshlarga dunyoning eng top universitetlariga o'qishga kirishga yordam berish niyatim bor. Tan olish kerak, bugun ayrim oilalarda qizlarning bilim olishlari, kasb tanlashlari yo'lida turli to'siqlar uchraydi. Ammo najot ta'limda, najot tarbiyada, najot bilimda ekanligini yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bu kun Sevinch Mardonova, Bekzodjon Zokirov, Toshkent.